Xo'sh, bu rostdan ham yo'qolgan o'rmonmi? Bu yer juda ham zerikarliga o'xshaydi. Ha, kunda yarimi bo'lsa ham juda ham qorong'i. Butun o'rmonda yorug'roq qilish haqida nima deb o'ylaysiz? Bu yaxshi g'oya emas. O'rmonda tirik mavjudotlar yashaydi axir. Men jiddiy emas edim. Bu o'rmon juda ham katta, shunday emasmi? Ha, qahramon ishlatadigan qurol shu yerda. Hayvon bo'ysundiruvchisi oltin chiqsa. Aytilishicha, yo'qolgan o'rmon doimiy tez o'zgarib turar ekan. Men Ariusdan olgan xarita endi foydasiz deb hisoblayman. Ammo biz qurolni topishimiz kerak emasmi? To'g'ri, topishimiz kerak. Axir bu hozirgi ishimiz-ku. Iltimos, bizni kechiring. Endi buni uzr sifatida qabul qilarsiz? Yo'q, bu bo'lmaydi. O'ylaymanki, yana ham halolroq bo'lasiz. Iltimos, bizni kechiring. Men sizlarni eshitmayapman. Iltimos, kechiring. Biz ularni kechirishimiz kerakmi? Ha, biz ularni kechirib bu haqda unutishimiz kerak. Siz rozimisiz? Ha, yaxshi. Endi masalaning mohiyatiga o'tsak. Qahramonning quroli o'rmonning ichida yirtqich hayvonning qo'lida ko'rinadi. U qalqon iblisni yutish uchun juda ham muhim. Ya'ni u qalqonni menga tezroq olib kelishingiz kerak. Axir men qahramonman. Dunyo taqdiri xavf ostida. Sizlar buni rad qilishingiz mumkin emas. U bizga buyruq bermoqchimi? Ishonchim komilki, u qilgan ishidan afsusda emas. Hoy, digoshlar, o'zingizni bosing. Kelinglar, ishga kirishaylik. Ishni qabul qilamiz dedim, lekin siz haqiqatan ham qahramonga yordam bermoqchimisiz? Bu menga umuman yoqmayapti. To'g'ri. Qahramonlarga yordam kerak emas. Men o'zim iblisni yo'q qila olaman. Men buni sizdan xavotir olganim uchun aytganim yo'q. Ren, buni qilishingizga ishonchingiz komilmi? Nega birdan boshimizni silay boshladingiz? Kechirasizlar, men chalg'dim. Men qarshi emasman. Ikkingiz menga qayg'urganingizdan xursand bo'lib ketyapman. Reyn, ammo menimcha Ariusga yordam berishimiz kerak. U iblis qurolini yo'q qiladigan yagona odam. Ammo sizlarni muammoga tortganim uchun uzr so'rayman. Hech qanday muammo yo'q. Reyn, siz juda mehribonsiz. Shuning uchun sizga g'amxo'rlik qilish mening burchimdir. Va meni ham. Men sizdek odamning yonida bo'lishdan xursandman. Rahmat, Kanadi, Tanya. Unday bo'lsa, o'rmonning ichkariga kiraylik. Avval strategiyani ishlab chiqishimiz kerak. Biz bu xaritadan foydalana olmaymiz. Nima qilyapsiz? Bu yerda uxlab qolish mumkin emas. Ha, menda boshqa reja bor. Men yana avvalgidek qush bilan birlashaman. O'rmonni yuqoridan ko'rib, uni o'rganaman.
Sizlar tanamni himoya qilib, atrofni kuzatib boring. Ha, yaxshi. Tez orada qaytib kelaman. O'zingizni ehtiyot qiling. Bu o'rmon juda ham katta. Lekin u sirli bo'lsa ham men yo'l topa olaman. Men o'rmonning yuragiga yo'l topa olishim kerak. Men qaytdim. Xush kelibsiz, Reyn. Nima bo'ldi? Yo'l topdingizmi? Ha, yo'l topdim. Ura, shunday ekan, qani olg'a. Qayoqqa? To'xtang. Kanada, siz yo'lni bilmaysiz. Ha, bu to'g'ri. Yurishni boshlaganimizga ancha bo'ldi. Reyn, qachongacha yuramiz? Bu o'sha tosh-ku. Bu toshni qaytishda adashib qolmaslik uchun qo'ygan edik. Yana o'sha eski joyga qaytganga o'xshaymiz. Balki boshqa yo'lni tanlagandirsiz? Yo'q, men bunday deb o'ylamayman. Yuqoridan yig'ilgan ma'lumotlarni boshqa qushlar bilan baham ko'rdim. Agar men xato qilsam, qushlar ham xato qilgan bo'lishi kerak edi. O'ylaymanki, biz to'g'ri yo'ldamiz. Menimcha, bu o'rmonda kattaroq sir bor. Menga tekshirishga ruxsat bering. Materiyani o'rganish. Ha? Bu chiroqlar nima o'zi? Bu yerdan. Men uni topdim. Bu daraxt illyuziya sehrini chiqaradi. Shuning uchun biz yo'ldan adashib qoldik. Illyuziya sehrimi? Ha, nishonining ongiga kirib, keng sehrli maydonni yaratadi. Keyin miyangizga ta'sir qilish orqali illyuziyani yaratadi. Boshqa so'z bilan aytganda, biz illyuziya orqali bitta joyda aylanib yurganmiz. Qancha yursak ham yo'lni topa olmay, boshlagan yerimizga qaytib kelaverganmiz. Hammasini tushundim. Ha, yaxshi, Kanada, bu daraxtni yiqita olasizmi? Nega? Ha, buzg'unchilik qilgis keldimi? Albatta yo'q. Meni kim deb o'ylayapsiz? Iltimos, urushmanglar. Daraxt illyuziyani ko'rsatadi. Uni olib tashlasak, yo'limizda davom etishimiz mumkin. Tushundim, ammo Tanya, nima? Sehr bilan to'siqni olib tashlay olmaysizmi? Daraxtni buzmasdan. U juda kuchli sehr. Men buni qila olaman, ammo bu uzoq vaqtni talab qilishi mumkin. Agar kechiksak, o'sha qahramon Reynni masxara qiladi. Men bunga yo'l qo'ya olmayman. Reyn, menga ruxsat bering. Unday qilmang, Kanada. Darhol bu yerdan keting. Buni kim gapirdi? Bu yerni tark eting. Bu yerni tark eting. Bu yerni darhol tark eting. Bu yerni tark eting. Ko'zimga ishonmayman. Pari ruhi? U ham kuchli turlardan, xuddi Kanada va Tanya kabi. Kuchli sehrga ega ajdarholardan ham ko'proq. Ammo insoniyat anchadan beri parini ko'rmagan. Ular o'rmonga boylik uchun kirgan odamlarni o'zlariga abadiy dushman deb bilishgan. Shuning uchun insoniyat va parilar o'rtasida katta jang bo'lib o'tgan. Keyin esa parilar odam qadami yetmaydigan joyga chekinishdi. Shu sababli parilar odamlarga nisbatan qattiq g'azabga ega. Salom, bu yerdan keting. Kechirasiz, gaplashamiz deb umid qilgandim. Bu yerdan keting. Mening ismim Reyn va bular mening sheriklarim. Bu yerni tark eting. Haqiqatan ham gaplashmoqchi emasmisiz? Bu yerdan keting. Agar tark etmasangiz, men sizlarni o'ldiraman. Keyinroq yana qaytamiz. Bizga yetib olmadimi? Yo'q, menimcha biz qutuldik. Men juda ham charchadim. Nima uchun? Nega birdan bizga tahdid qildi? Parilar yoqimli va do'stona bo'lish kerak emasmi? Ha. O'zini shunday ko'rsatish uchun sabablari bor.
Agar ikkingiz bo'lganingizda boshqacha bo'lardi, ammo orangizda men borman. Odatda ular o'zini oshkor qilmas edi. Biz bilmaydigan gaplar ham bormi? Ha. Menimcha biz nazorat chegarasiga yetib keldik. Kanada daraxtni sindirmoqchi bo'lganda o'zini oshkor qildi. Chunki bu davom etishning yagona yo'li deb aytgandingiz. O'sha to'siq ichida qalqon qurol bilan yirtqich hayvon bo'lishi kerak emasmidi? Lekin to'siqni buzib o'tmoqchi bo'lganimda o'sha qiz chiqdi. Bu juda ham g'alati ko'rinadi. U odamlarga nafrati bo'lgan tufayli yirtqich hayvon bilan birlashdimikan? Uning maqsadi qanday bo'lishidan qat'iy nazar, biz shoshib qoldik, to'g'rimi? Menimcha biz to'siqni buzib davom etishimiz kerak. Men uni sehrlariga dosh bera olaman. Men chalg'itganimda Kanada siz daraxtni yo'q qiling. Yaxshi, shunda unga zarar bermaymiz. Siz nima deysiz? Yo'q, aslida u bilan yana gaplashgani ma'qul. Yo'q, bu bo'lmaydi. U gapingizga ham quloq solmasligi aniq-ku. Bu ish xavfsiz emas. Iloji bo'lganda kuch ishlatishni afzal ko'rardim. Qolaversa, biz o'shanda ham himoyada edik, to'g'rimi? Agar biz dushmanlik qilmasdan yaqinlashsak, menimcha biz buni uddalaymiz. Axir bu Ren, to'g'ri. U juda ham mehribon. Bu yerni tark eting. Biz sizga dushman emasmiz. Iltimos, biz bilan gaplashing. Bu yerni tark eting. Biz bu yerga o'rmonni buzish uchun kelganimiz yo'q. Bizda faqat bir ish bor. Agar bu yerni tark etmasangiz, u holda men sizga hujum qilaman. Agar shu bilan ishonchingizga kirsam, men tayyorman. Faqat iltimos, orqamdagi ayollarni xafa qilmang. Nima? Men sizga aytdim. Unday bo'lsa, sizni yo'q qilaman. Rayon, hammasi joyida. Men uning hujumlariga bardosh bera olaman. Nima bo'lganda ham taslim bo'lmayman. Axir men hayvon bo'ysundiruvchiman. So'zlar bilan muloqot qilib bo'lmaydigan juda ko'p holatlarga duch kelganman. Ammo ishonchini oqlab, his-tuyg'ulariga yetib borganman. Men buni qila olaman. Illyuziya o'qlari. Nima uchun qochmadingiz? Unutdingizmi? Men faqat gaplashmoqchiman. Ishonchimni qozonish uchun hujumim sizga tegishiga ruxsat berdingizmi? Men sizni tushunmayapman. Siz haqiqatan ham insonmisiz? Yerlarimizni o'g'irlab, yo'q qilib, oyoq osti qilganlar kabi. Ha, ammo hamma odam ham siz o'ylagandek emas. Yaxshi insonlar ham ko'p. Men o'zimda yaxshi deb hisoblamayman. Ammo umid qilamanki, siz menga ishonasiz. Siz meni aldashni bas qiling. Qizlar, nima uchun? Biz shunchaki qarab tura olmaymiz. U sizni eshitmoqchi bo'lmasa ham, biz sizdan tashvishlanamiz. Siz oshirib yubordingiz. Shubhasiz, his-tuyg'ularingiz unga yetib bormadi. Menga quloq soling. Ren, siz o'ylaganda yomon odam emas, ishoning. Qiyin ahvolga tushganimda u meni qutqargan. Keyin shahardagi odamlarga ham yordam bergan. Men ham uning fikriga qo'shilaman. Chunki o'rmonni yoqib yubormoqchi bo'lganimda Ren boshidanoq menga qarshi edi. To'g'ri, o'rmonni yo'q qilaman deganingizda Ren g'azablangandi. Men buni jiddiy aytmagandim. O'zingizchi daraxtni yo'q qilaman deganingizda Ren sizni to'xtatdi-ku. Bu sizni rejangiz edi-ku. Ammo shunga qaramay siz buni xohlagandingiz. Yo'q, bu sizning fikringiz edi. Qizlar, janjallashmang. Qanday g'alati odam. Shuningdek, mushuk ruhi va ajdarho qizi. Men senga o'xshagan insonlarni hech qachon uchratmaganman. Ismingiz nima? Rain Shroud. Men esa so'raman. Men sizni gaplaringizni tinglayman. Tushunarli. O'sha qahramonning o'rniga siz qurolni qidiryapsiz, shundaymi? Men sizni to'g'ri tushundimmi? Ha. Ammo bizga to'siq xalaqit beryapti.
Bu to'siqni men o'rnatganman. Biz uchun uni olib tashlay olmaysizmi? Men bunday qila olmayman. Bu yo'l Pari qishlog'idan kesib o'tadi. Men qishloq aholisini xavf ostiga qo'ymasligim kerak. Menga yirtqich hayvonni himoya qilayotgandek tuyulyapsiz. Noto'g'ri. Bu o'rmonda hech qanday yirtqich hayvon qurol bilan birga emas. Daraxtning ortida faqat parilar qishlog'iga olib boradigan yo'l bor. Qahramon qurolini himoya qiluvchilar faqat parilardir. Rostdanmi? Ammo yirtqich hayvon haqida nima deyish mumkin? Ishonchim komilki, kimdir bu bema'ni ma'lumotni qahramonga aytgan. Agar iblisni o'ldiradigan qurol kerak bo'lsa, men sizga uni beraman. Faqat biroz kuting. Mana uni oling. Siz bunga ishonchingiz komilmi? Ha. Garchi odamlardan nafratlansam ham, hayvon bo'ysundiruvchisiga qarshiligim yo'q. Biz bu qurolga osonlikcha erishdik. Va nihoyat bajardik. Minnatdorchiligimizni bildirish uchun biror nima qila olamizmi? Hech narsa kerak emas. Parilar qurolni himoya qilish oldingi qahramon bilan tuzilgan shartnoma tufayli edi. Biz qurolni meros qilib, shu shartnomaga amal qilganmiz. Tushunarli. Menga rahmat aytishingiz shart emas. U sizga rahmat aytishning hojati yo'qligini aytdi. Xo'sh, biz hamma ishni tugatdik. Keling shaharga borib uni topshiraylik. Ha, albatta. Sizga rahmat, so'ra. Siz uni oldingiz. Endi bu yerni tark eting. Ha. Reyn, qurolni ushlasam maylimi? Ha, mayli. Uni buzib qo'ymang. Men buzmayman. Sizga nima bo'ldi? Quloq soling, so'ra. Sizni bezovta qiladigan narsa bor, to'g'rimi? Negaligini bilmayman-u, ammo men shunday his qildim. Kichkina bo'lsangiz ham siz bizga Qur'onni olib keldingiz. Shuning uchun menga ishoning. Men sizga yordam bera olaman, so'ra. Eshiting, siz menga Yo'q, buni ayta olmayman. Agar hammasini aytsam, u menga yordam berishga harakat qiladi. Va ularning barchasi zarar ko'rishi mumkin. Yo'q. Hech narsa, qarshi emasman. Bu xavfli bo'lsa ham bunga qarshi emasman. Agar muammoga duch kelgan bo'lsangiz, yordam berishni xohlayman. Lekin uning odati shunday. U shunchalik mehribonki, yo'q degan so'zni qabul qilmaydi. Nega? Nima uchun bizga imkon bermaysiz? Menimcha siz ham dardingizni aytishingiz kerak. Xavotir olmang. Biz ko'rinishimizga qaraganda ancha kuchlimiz. O'ylaymanki, biz sizga yordam bera olamiz. Unday bo'lsa, sizlarga ishonganim uchun hammasini aytib beraman. Mening kichik egizak singlim bor. Uning ismi Rona. Uning fe'l-atvori menikiga qarama-qarshi, ammo biz yaqinmiz. U mening uchun juda ham aziz. Aslida Pari qishlog'iga bir nechta yo'llar bor. Rona va men yo'qolgan o'rmondagi to'siqni birgalikda himoya qilib turar edik. Ammo bu juda ham zerikarli ish edi. Rona esa doim quvonchdan porlar edi. Lekin o'sha kuni biz ma'lum sabablarga ko'ra to'siqni tark etishga majbur bo'ldik. Keyin esa iblis qurolining armiyasida ishlaydigan yirtqich hayvonga duch keldik. Biz u yerdan qochdik, ammo bizni ta'qib qildi. Biz qarshilik ko'rsatishga majbur bo'ldik. Ammo biz uni mag'lub qila olmadik. U singlimni qo'lga oldi. Mag'luqni hatto parilar ham yuta olmadimi? Mag'luqning ismi Soya Ritsir edi. Ha, endi hammasini tushundim. Nima? Bu bilan nima demoqchisiz? Soya Ritsiri J darajali hayvondir. Shuning uchun kuchliroq turni mag'lub eta olmasligi kerak. Lekin u bilan kurashishning qiyin bo'lganligi sababi barcha sehrli hujumlarni yo'q qiladi.
Boshqacha qilib aytganda, faqat unga jismoniy hujumlar ta'sir qiladi. Parilar esa faqat sehrdan foydalanadi xolos. Bu ular uchun tengsiz jang bo'lar edi. Gap bu yoqda ekanda, nega ikki pari mag'lub bo'ldi ekan deb o'ylagandim. Soya ritsarining maqsadi yo'lida turgan eng kuchli turlarni yo'q qilish edi. U Ronani qo'yib yuborish evaziga to'siqni olib tashlashimni buyurdi. Ammo men boshqa do'stlarimni xavf ostiga qo'yishdan bosh tortgandim. Uni o'zim qutqara olmay, qishloq boshlig'idan yordam so'radim. Ammo u meni singlimdan voz kechishga undadi. Biz boshqalarni xavf ostida qolmaganligi uchun xursand bo'lishimiz kerak. Sizlar himoya to'sig'ini tashlab xato qilgansiz. Bu oqibatlarga o'zingiz aybdorsiz deb aytishdi. Qanday vahshiylik? Buni qabul qilib bo'lmaydi. Men rahbarimizning fikrini tushunaman. U barcha parilar ruhini singlimnikidan ustun qo'ygan. Men buni hammasini tushunaman. Ammo biroq men singlimdan voz kecha olmayman. Siz qattiq mehnat qildingiz. Azoblarning barchasiga bir o'zingiz chetagansiz. Ammo hozir siz dam olishingiz kerak. Men sizga va'da beraman va singlingizni qutqaramiz. Xalqingizni xavf ostiga qo'ymasdan Soya ritsarini mag'lub qilamiz. Bularning barchasiga birgalikda erishamiz. Anistar kanali uchun maxsus tarjima qilindi va ovoz berildi. Keyingi qismlarda ko'rishguncha